Gagarina ko'chasidan, yo'lning boshidan elitni domlar yevro remont qilingan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Hozir bizlar prixojkada turibmiz. Asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel qilganlar. Ana endi bitta xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Devorlar полностью atachanda qilingan, eshiklar krashini bo'lyapti. Mana shunaqa katta mehmonxona bo'lyapti. Oynalari panoramni. Bu yerda ham devor, patolog полностью atachanda qilingan kvartiramizning kadastri bor. Bir kunda ishlab qurib olishingiz mumkin. Bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlari bor yashash uchun. Mana bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida ham ikkita kravat qo'yilgan, mebellar qilingan do'stlar. Kvartiramizda двухконтурный kotel o'rnatilgan, cho'g'li pol, radiatorlar qilingan. Bu yer esa birinchi sanuzul kvartiramizda. Bu yer ikkinchi sanuzul bo'lyapti. Ketma-ket ko'rsatib boryapmiz. Va mana bu yerda bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham keng, kattagina balkoni bor. Oshxonada ham kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan, pod zakaz olib kelib va mana bu yerda bizlarda отдельно prachечный ham bor do'stlar. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.